Nima uchun original olinglar deganimning sababi mana bu. Ko'ryapsizmi? Sezmayapti. Mana bunisini ko'ring. Bu Ankel bo'ladi akalar. Mana ham tegidan olib tasam bo'ladi. Mana sekin bundoq qilib olaylik. Abbo tushib bitmaysanmi? Davay. Cherechli bu. Qurigan taraflari. Mana ko'ryapsizmi? Mana sizga. Mana bu payti akkumulyatorlarni ustunlik tarafini ko'rishingiz mumkin. Mana ketdik. Kesing Abbos deydi. Xullas, mana ko'rishingiz mumkin. Sifatini Bormi? Nimaga bo'ldi? Ha, o'sha uchun yasadim. Mana rogatka qiladigani, o'zi rogatka bo'lgan akkumulyatorning pilari. Bu qaranglar-da, originali tinmaydi. Eng qiziq batareykasida ham farq bor. Ushlab tur. Ishlashini ko'ryapsizmi? Mana hech qanaqa bolt yoki bo'lmasam nima deydi, atverka, ключ ko'tarib yurishingiz shart emas. Shuni ochasizlar, yopasizlar. Originali mana shunaqa bo'ladi. O'zini narxi 1.417.000 komplekti yo'q buni solo. Batareyka bilan zaryadnik bonusiga beramiz. Agar siz shu arrani oladigan bo'lsangiz. Original Ankel nemislarning brendi. Sifatini bitta olib ishlatib ko'rganingizdan keyin boshqa instrument olmaysiz, ishoning.